teri tashlatqizdigan chiroq. Qaytib keldingmi? Men bo'ldi, ham yering ishib ketibdi-ku. Zodi nemish bo'ldi, Dashung? O'ltira. Sababini deb bergin. Nemish bo'ldi? Bek charchab ketgachga gapni qilg'in kelmayotamdi. Dashung gap qila. Men Shofu Xubodakni maqtadi, Jinshan qo'shilmadi. Xubodak rasmsizman deb seni urdimi? Gapini faqat tushunamadim. Faqat tushunamadim, Dashung. Men Men bo'ldim, Dashung. Bo'ldi jig'lima. Gapni qayta bir degina. ish mundoq. Shofu Xubodakni rasmini yoqsizibsan deb Buni bek payzisiz yutibdim amma. Yaxshi bo'pli qolmay, sen bir haqiqiy talant egizkansan. Jinshan Dashung sizlar shunda qo'yildinglar, to'g'rimi? Xubodak, sen kasbni xato tanlabsan. Meningcha sen naqshchi bo'lmay, rassom bo'lsang bo'g'idakchimi? Shofu xushamatchiligi bek ustikan-a. To'g'ri deding Shofu. Men-chu kelgusida donglik rassom bo'lishni qaror qildim. Jinshan o'tinib qolay. Men chiroyli model ishlatay degandim. Shuncha yolvursam qo'shilmamsiz? Ha? Jinshan ishning bo'lmaydi. San'at uchun uning model bo'lib bering, ha? Ishning bo'lmaydi. Jinshanning noyti tanglikda qolgan holatini ko'rib, uning ichi mag'rib qoldi. Shuning bilan uningga sen model bo'lib berding, shundaqmi? Midilma. Men tush ko'rdim. Model degan tushkursi qandoq bo'ladi? Astoydilroq bo'g'in Dashung. Faqatli yaxshisizlamayapman. Sen to'xtamay midirlig'ishqa yaxshisizlamayapman. Qolaymi qam midirlima, ha? Midirlima deyapman, tuz o'ltir. Hey, midirlima dedim-ku. Hey. Tayoq yeyman. To'g'ri. Teri tashlatqizdigan chiroq. Teri tashlatqizdigan chiroq? Yilon va toshbaqilar o'sish jarayonida teri tashlaydi. Ko'zimni chaqim tevatdi. Badnim qishib ketyapti-ku. Tezdan terangni tashla, tez bo'l. Amisin sap bo'ldim. Buning nurini bersak, badining teri tashlab, yangi teri o'sib chiqadi. Koni terini silivasdan bo'ladi. Bu degan maxfiyatlik, tushundingmi, Dashung? Bak yaxshi bo'ldi, planimiz o'ngishli bo'lsin. Men mangdim. Amdiyani qalayimqa midirlisan seni bo'sh qo'yatmayman. Xotirjam bo'l, men nafasni olmayman. Hojati yo'q, unda qilib ketmasang bo'ladi. Meningcha rasm suzishdan burun nima suzish to'g'riliq obdanoq o'ynab boqqin. To'g'ri, gaping o'rinliq. Obdan o'ynab boqay. Bitti. Sana topshirdim. Mundaq o'ltirsan qandoq? Buni chunqur xiyaldagi odam deyli. Sen teri tashlab yolg'on odam yasadingmi? Shundoq. Midirnima? Hey! Qandoqni sizsam yaxshizamayaptimmi-na? Midirnima deyapman! Midirnima! O midirlimapti bo'lmasa, lekin nimishqa yaxshizamaydigandiman. Nimishqim yaxshizamayman, ha? Topdim. Asli model yaxshi bo'lmag'achqa yaxshizamaptiman. Biroq Jinshan model bo'lgan bo'lsa, cho'qim yaxshizalaydim. Hey, nimishqa bir eg'izmi gap qilmaysan? Meni ko'z kelmayapsan, seni gap qil deyapman. Hey! Bu aslida bir ter ekan-ku. Ey, mush narsa bilan meni oldig'idek bo'ldingmi? Seni tutib oladigan bo'lsa, markaz bosh qo'yatmayman. Cho'qim terangni so'yib olaman. Toshum. Bu bodak rasmni bakla satsizibdi. Lekin siz uni yana maqtayapsiz-ku. Chunki uning naqsh etganki qo'qilish qovozini faqatla anglig'im yo'q. Shunga shundaq maqtab uni jimjit o'ldirib rasmsizsin dedim. Bu bodakni aldab qo'ysa, u bek uchib ketadi. Shofu kayningga qara. Kaynimda? Xubodak! Qo'shma! To'xta, ey! Ey, Shofu
to'xta deyman. To'xta. To'xta, qochmoqchim teqi. Şavfu bexatar qochib ketalam diye uqmadim. Xotirjam bo'l, Shofu cho'qim qochib ketalaydi. To'xta. To'xta deyman, Shofu. To'xta. Qochma, to'xta. Hey! Daşım! Xubodek texsi beni qoqlavadı da, teri taşıtqız çirqi bilan men bir yolg'on adam yasab bergan. Biroq uning kiyimi yo'qdirsa, Kiyimni sizib qo'ysaqmi bo'ladi-ku. Rahmat sana. Buning bilan Xubodekni ozdirib qo'yman. u bek bechor ekan. Shofu, nega yo'qolding? Ha? Daraxtning ustiga chiqib olibsan-da. To'xtab tur, ha? Kiyim qani? Sizib qo'ysaqli bo'lmadimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Endi tushiman debmi tushunmaysan? Ha, mushada turiva. U ishkisi u yerda nima ish qilayotgandi? Tezroq ketaylik. Qalb induksiyasi. Opsi. Ha, ma'qul, ma'qul. Ha, rahmat. Ha, ras opsi. Heliqi ish qandoq bo'ldi? Heliq shundayman. Ha, yiliq narsani qilib bo'ldim. Chataq chiqmaydi. Shundoqmi? Nima? Tashu nima qilyapsan? Nim bo'ldi sanzada nim bo'ldi Dashu. Derizdan shamol kiryapti, derizim yepib dedim. Inkosing nimandaq tövan seni. Mushundaq asan ishni nima ishqa o'zing berib qilmaysan. Yana kelib bayam qandak? Qisam, men qandoq tushunaman? Men tek seni tushunam degan debdiman. Chunki ishkimiz birga turayotgan uzun bo'lgan tursa, uqmog'idek nari bor. Men demisam, menga nima lozimligini bilishim kerak edi. Shodingdan, senda mushu uskuni bormi, ha? Oy, sen gap qilishga o'rinlik qilamsan. Sana qaramayman. Shodingdan nimanda qochchig'ingman? Nimish unda xafa bo'lasan, ha? Meni ochig'i yomon da'vatamsan. Meni orasida chidag'uchiligim qolmadi. Sana qaramayman. Endi sen bilan qarim yo'q. To'g'ri. Sen degan narsa menda bor. Nima narsa? Gap qilmasang u shartingga qarab nima demoqchi ekanligingni belgilab bo'ldigan narsa. Rostmi? Qalb induksiyasi. Bu nima? U odatdagi meva emasmi? U qalb induksiya mevasi. Buni yegandan keyin ko'nglingda nima o'ylasang, sen gap qilmoqchi bo'lgan odam hammani bilalaydi. Buni tepib boqayamsa, qandoq narsa? To'xta, gap qilmay tur. Men hozirla ko'nglingda o'ylagan ishlarni sana deb beray. Anglab baq, to'g'rimikin? Ma'qul. Amis tepib boqaman, hozir nima o'ylayapman? Nima o'ylag'ansan? Shodingdangning yuzi qandaqli qarsa to'pga o'xshash bek umoqkan? Abla, sen meni ko'zga ilmog'idek bo'ldingmi? Endi sen bilan qarim yo'q. Shodingdangning ochig'i rostila bek yomon ekan. Mushundaq gap qilmay tursin, bek yaxshi bo'ladi ekan, jimo. Men yosh vaqtimda haqiqatan chiroyli ekanman. Nima bo'ldi? Nimanda xayli tikilib turasan, ha? Nima? Sen hozirgidan ancha farqlanmaydigan da'vatamsan? Men mushuna qilishmagan gapni qilamsan, ha? Otamga qarab baqa. Men burun haqiqatan chiroyli edim. Men bir og'izmi gap qilmadim-ku. Shundaqmi? Ha? Nima? Otamga qarasam, asli hozir yuzingizda qo'riq besib ketdi dedingmi? Bek oshirvatdim. Fuqib qo'y. Opa, men qachon undaq dedim? Bu narsa haqiqatan yaxshi ekan. Bu narsa bo'lsa gapni demasam boshqalar bilib olaydi ekan. Ha? Nima? Men
Menga bek amrak. Bu yerda kim bordi? Kim o? Gap qilgan kim o? Men uni bek yaxshi ko'raman. U bek umoq, bek aqlli. Bek xijil bo'lyapman. Bundaq gapni qilgan kim o? Bu yerda hech odam yo'q-ku. Taşım. Ha, Cinşan. Taşım, meni bundaq o'ylaydiganligingizni bilmabdim men. Nima? Uni maqtab qo'ysam da topshiriq ishimga yordam berdi dedingizmi? Bundaq desangiz qandoq bo'ladi? Bek oshirasiz Taşım. Tazimi bir. Xo'sh. Ko'ngilda o'ylaganning hammasini qarshi taraf bilib olar ekan. Hammasini bilib olsa ba'zi chaqlar chatoq chiqar ekan. Hey Daşon. Nima? Yani o'shkirdigan odamni ko'rdim dedingmi? Bu nima degining? Ha? Gap qila. Men undaq demedim-ku. Rost, men undaq demedim. Undaq demedim. Xo'sh. Men tek uningdan so'ragan rasmli kitobni so'ramdikin debdim men. Ha, to'g'ri Daşon. O'tganda sana berib turgan hiyliqi hajvi rasmli kitobini qaytirib bergin. O kitobingni kelar qatim olib berib beray. Biroq opam uni mening kitobimmikin deb tashlab etibdi. Ablah, ne yuturib etibsan? Menga to'lab bergin. Nima bo'ldi? Qo'shma! Odamning o'shini sandirgan ablah, to'xta! Qo'shma! Ovozliq uchirdim. Tugashdim. Hey, o'g'irlikchi aslo qochib ketay deb otamsan, bu degan mas'uliyatsizlik. Kechiring, chidg'uchiligim qolmadi. Endi bundaq bo'lg'im yo'q. Hey, Daşım. Hey, nima deyapsan? Mushundaq chaqda bu qarqo'saq uchrab qoldim deb otamsan? Asli meni bir qarqo'saq deb o'ylab kelsan-da. Sen meni mushundaq degandan amisi shundoq qilay. Qamlashmagan ablah. Yamanligimni bilgansa? Qaytib keldingmi? Aylanib keldingmi? Shundoq chidg'uchiligim qolmadi. Boshqalarga tayinish yaxshi emaskan. Shodingdan sen to'g'ri deysan. Sening qilganing to'g'ri ekan. Tezdan bu qalb induksiyasini yo'q qilayotgan sendan o'tinib qolay. Bo'ldi, tushungan bo'lsangmi bo'ldi. Nima? Shodingdan bekab anglaydi, uni maqtab qo'ysam uning kayfiyati yaxshi bo'lib qoladi. Sen bilan karim yo'q, davomli mushundaq yurayvergin. Kechirgin, men to'g'ri qilmadim, meni kechirgin. Sendan o'tinib qolay, meni kechirgin. Düşmandan qo'g'dinish dorisi. Tayyorlanib bo'ldi. Ota, ha? Hey. Yaxshi, men qaranglar, ha? Tangrim, bu bodakning chiroyiga qaranglar. Qorug'anda bugun uning kayfiyati yaxshi emasdek qiladi. Bundaq chaqda uning tishiga tegsak, tugishimiz. Ko'pchilik taqas bilinglar-jim o. Uning tishiga tegib qo'ymaylik. Yana uyga kelsak bo'g'udak. Jinshang, tez ketaylik. O'g'ildaysiz. Nima degan qo'rqinchliq? Tezroq mangay, uningdan yiroqroq turay, bo'lmasa men nas bosidi. Shuning bilan hammanglar uyga qaytib ketdinglarmi? Yuzinglarni tushiribsizlar-ku. Amal qancha, xubodakning qandaqligini senmi bilasan-ku. Sal to'xtab tur. Shodingdan yana nima narsa olibsan? Dushmandan qo'g'dinish dorisi. Buni nimaga ishiltidi? Tashing, ajiz hayvonlarning dushmanga yo'liqqanda qanday qochib qutuldiganligini bilamsan. Masalan, toshbaqa, u futbol boshlarini qepining ichiga kirgizib oladi. Xameleon, u o'z rangini atrofdagi muhitning rangiga o'zgartirib dushmanning ko'zini bo'yaydi. Patmuchuq quyrug'ini uzib qochib ketadi. Chesiq ko'zam bo'lsa, chesiq puroq chiqarib qochib ketadi. Bu dorini ishlasang, u hayvonlarga o'xshash o'z-o'zingni qo'g'diya olaysan. Bu narsa bek qulaylik ekan. Shodingdan, meningcha agar uni ishlasak, cho'qim bek qiziqarli bo'ladi. Tashong, men seni narsa kirpa desam, texchi chiqmabsan-ku. Tazimi bir. Doim gapimni anglamaysan. Oy, bu Tashongning kiyimi-ku.
bek edepsiz bo'lib ketibdi. Kiyimini silib yerga tashlab qo'yibdi. Qara bu balani. Qanday qilsam gap anglaydi ekan tang bu bola. Oo, men keldim. Bek qiziq bo'ldi. Bo'lmaydi. Undaq yerga ishlasang hargiz bo'lmaydi. Doim shundaq ishlarni qiladi ekansan. Buni hammalar uchun yaxshi bo'lsin deb bergan. Agar bunda qalayimqanchilik chiqarsang, senga hargiz bermayman, uqdingmi? Bo'ladi, uqdim. Buni ko'pchilikka foydali ishlar uchun ishiltiman. Meni jiq gap qiladi ekan desangmi mayli. Yana bir qatim deb qo'yay. Undaq deyman, chaqchaqlarni qilma. Tushundim. Shodingdan bek jiq gap qiladi ekan. Shundoq bo'lg'achqa bizda hayvonlarga o'xshash o'zimizni qo'g'diyalaydigan iqtidor paydo bo'ladi ekan. Ya'ni xatarga yo'liqqanda bizda iqtidor paydo bo'ladi, tushundingmi? Ha, bu bek yaxshi narsa ekan. Boshqalar bizni bo'za qilgan vaqtda bek asqatadi ekan. Ha, deganing to'g'ri. Ko'pchilik xatarga yo'liqqanda billi yeyli. Ha! Yevetdingmi? Eski! Sen bek eski kelsin. Hemen o'zing yolg'iz yeb oldingmi? Tozimi ber, meni ahmoq qildingmi? To'xta! Tozimi ber. U ne ketdi? G'alati ish. Birdan yo'qolib ketdi desam. Tozimi ber. Bu xamilyonning rang o'zgartirish iqtidori. Yana toshbaqa, patmichoq, tiyinning iqtidorini texi ishlatmadim. Bu iqtidorlarim bor. Shunga xubodekdan qo'rqmasam bo'ladi. Jinshang, biz bayon qo'yini davomli o'ynaylik. Biroq, davomli o'yda o'tiraversangiz zerikib qolasiz. Bo'ling'a. mening o'yinig'im bor, lekin Bo'ldi, jur'a o'ynaylik. biroq yana xubodek kuchirab qolsa qandoq qilamiz? Qo'rqyapman. Men uningdan hargiz qo'rqmayman. Yuringlar, men xubodekdan hargiz qo'rqmayman. Rastavotman. Qancha boldir uchirsa shuncha yaxshi. U yedik-kat. Bexatarlik. Cho'qib seni urdi. Ha? Hey, Şafu, nemi küleversen, otçığımını keltirip, yüzümde bir narsa bormikan? Yo'q, sening yuzingda hech narsa yo'q. Biroq sening yuzing bag'ali ekan. Sen buningda xijil bo'lmaysan. Devatqan gapini qara buning. Xap, adabingni bermisin. O'tib ketdi. Ha, yüzümni xalikkan deb atamsa, unda sening yuzingni g'alit qilib qo'yay. Ha, ay. Ha, ha. Oy, oy. Bu qandoq narsa? Ha, ablah, sen toshbaqa o'xshash tugilmoqchimi? Ha, qarab tur, undaq tugilib olsam, aydog'ini berman. Chiqmasang tugishsan. Oy, voy, javobdi, voy. Voypti. Ko'rdinglarmi? Gapim rasmiy ekan. Men undan hargiz qo'rqmayman. Sen bek yomon kelsan. Endi biz sizga boshqa chiqaraymiz. Bu qanchalik ishdi? Şafu, to'xta! To'xta deyman! U meni tutib oladigan bo'ldi. To'rindan qaytiribdi. Sen meni hargiz tutamaysan. Sevdim. Bu patlıcının iqtidori ekan. Şafu, sen hozir yo'lingga hargiz ketmaysan. Tez bu yoqqa chiq, Şafu! Tez chiq deyman! Tez chiq! U nimandaq döt, u qochib ketamaydiganligini bilsimi, yana niyatidan yanmayotidi. Ha? Nima degan sisiq biroq bu? Nimandaq sisiq? Yana boldiroq chiqay. Aa!